Shoshilinch xabar. O'zgidromet bugun O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yomg'ir va sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi haqida ma'lumot berdi. Barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga 24-mart kuni qaysi viloyatlarda yomg'ir yog'ib, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra 24-mart kuni O'zbekiston bo'ylab havo biroz bulutli bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli yog'ingarchiliklar kuzatiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 12-17 daraja iliq bo'ladi. Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 15-17 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarga kuchli bo'ladi. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin. Qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Tog'li hududlarda harorat 7-12 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.